3 xona 4 xona hisobida tayyorlangan Sharq 2 Sezam atrofidan 2-qavatdan 7 qavatli liftli domdan vod bo'lgan va tez nomingizga notaris qilib beriladigan domdan srochniga kvartiramiz sotuvga chiqyapti 105 metr kvadrat. Hol qismida biza koridor qismini holdek tayyorlaganlar 4-xona hisobida mebel divanlari qo'llar ekan, patolog natijada chiroyli qandirilgan, o'rtada dekorativniy PVX panel taroqlari bilan televizorgacha o'rnatilgan chiroyli podzakaz MDF eshiklaridan. Duxsaronli proyekt shamolgoh holatda. Spalnadan boshlab ko'rsatib o'tamiz. Asosiy yotoqxonaning ko'rinishi, mebellari hammasi podzakaz rossiyskiy mebellar ekan, kamiga 1000-1200 yevro bilan keladigan mebellar bilan qadrlanishlar. Tremolari, shkaflari va spalni komodlariga o'rnatib qo'yilgan. Elitniy podzakaz pardalar. Uyimiz chiroyli abochalar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Bu tomonda kladovka qismi. Uyimizni plus fishkasi. Ancha-muncha jihozlar sig'ar ekan kladovkasini o'ziga. Keng yotoqxonasi bu. Det komnatasi ekan. Kattagina bu yotoqxona qismi ham. Sanuzul alohida uyimizning plus tomonlaridan yana bir qismi. 60 ga 120 metal grantli ishlatilgan smistil stoyak, akril vannalari, rakvinasigacha plus radiatorgacha o'rnatib qo'yilgan. Bu hojatxona qismi Arison 80 talik litiy unitasigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Endigi uyimizni zal qismini ko'rib o'tamiz. Kattagina lyustralar, chiroyli natijalar bu yerda ham patolog gipsokarton bilan qorib olingan, devor atrof supermoch aboylar bilan ta'mirlab qo'yilgan ekan bu yerda ham. Kattagina zal qismidan so'ng ayollarimizga yoqadigan oshxona qismini ko'rib o'tamiz. Oshxonasi tayyor holatda, mebellarigacha moyka, gaz plita, vitishkasigacha o'rnatib qo'yilgan. Imer stiralkasi, bu tomonda esa Imer sensorlik duv kamera muzlatgichgacha o'rnatib qo'yilgan. Tayyor kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Sharq 2 katta yo'l yoqasi, narxi $77,000 kelishtirib arzon qilib beriladi. 2-qavat 7 qavatli liftli dom. E'tiboringizga rahmat.